Bugun 18-Ramazon birodarlar. Ramazon oyi ham oxirlab boryapti. Oxirgi 10 kunlikka 2 kecha qoldi. Agar e'tikof qilmoqchi bo'lsangiz, tayyorgarligingizni ko'ring. E'tikofdan maqsad nima? Odam masjidda qolib ibodat qilish. Xo'p, e'tikofning nima shartlari bor? Birinchisi niyat. Ikkinchisi masjidda bo'lishlik. Uchinchisi tahoratda bo'lishlik, ya'ni katta hadasdan. E'tikofda nimalar qilinadi? E'tikofda ibodat qilinadi, Qur'on o'qilinadi, zikr qilinadi. Qilinadigan ish ibodat bo'ladi. Xo'p, e'tikofni nima narsalar buzadi? Chiqishni maqsad qilsa yoki masjiddan chiqsa, hojatsiz. Oilasi bilan qo'shilib qo'ysa. E'tikofning muddati bormi? Yo'q. 1 soatga ham e'tikof uchun niyat qilib kirsangiz bo'ladi. Lekin afzali 10 kun. Bunga dalil nima? Oysha onamiz rivoyat qilgan hadisda aytadilar, annan nabiy sallallohu alayhi va sallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramazon hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Oysha onamiz aytadilar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam har doim Ramazon oxirgi 10 kunligida payg'ambarimiz e'tikof qilardilar, to vafot qilgunlarigacha. Payg'ambarimizdan keyin ayollari e'tikofda o'tirgan. Bundan dalil chiqadiki, ayollar ham masjidda e'tikof qilib o'tirsa bo'ladi. Allohim barchamizni mana shu sunnatni qilishlikka muvaffaq qilsin. Chunki bunda odamni qadr kechasini topishlikka eng katta yordamchilardan biri bo'ladi. Nimaga? Chunki siz e'tikofda masjidda bo'lsangiz, qadr kechasini topishligingiz oson bo'ladi. Demak, bu sunnat ekan. Mana shu sunnatni ihyo qilib qilishlikka harakat qilaylik. Xo'p, e'tikof uchun qayerlar eng afzal joy? Birinchisi Ka'bada, ya'ni Ka'badagi Masjidil Haromda, ya'ni o'tirishlik. Ikkinchisi Masjidun Nabaviyda, uchinchisi Masjidil Aqsoda. Allohim barchamizni muvaffaq qilsin solih amallar qilishlikka va Masjidil Aqsoni yahudlar qo'lidan tez kunlarda ozod qilsin. Allohumma amin.